sizlar bilan zo'r texnikamni bo'lishmoqchiman. Mana boshimda o'zi. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik ayollarning muammosi qovog'i pastga osilib tushib qoladi va qovog'ini ko'tarish uchun blefaroplastika operatsiyasini qildirishyapti. Men hozir sizlarga shuni bezoperasionniy davolash yo'lini o'rgataman. Buning uchun birinchi bo'lib lobnoy ko'st bilan ishlab olamiz. Qo'limizni mana shu lobnoy ko'stga qo'yamiz, ya'ni peshonaga va uni ozgina tepaga ko'taramiz. Shu holatda 30 sekund ushlab turamiz. Endi qo'llarimizni parnoy bo'lgan teminoy ko'stga qo'yib olamiz. Teminoy ko'stga qo'yib, uni ozgina tepaga ko'taramiz va shu holatda 30 sekund turamiz. Endi qo'limizni bunday qilib ko'zimizga qo'yamiz va qoshimizni tepaga, ko'zimizni pastga ozginagina tortib, bo'ldi, shunda ushlab turamiz. Mana ko'ryapsizlar, uje qoshim ancha ko'tarildi va qovog'im tepaga chiqdi. Endi davom etamiz. Shunda ko'zimizni yana ushlab turib, qoshimizni mana bunaqa qilib, massaj qilib tepaga ko'tarishni boshlaymiz. Shunaqa qilganimizdan keyin o'rta nuqtasini ushlab, mana bunaqa qilib turamiz. Ozgina bosamiz-da, ushlab turamiz. Endi peshonamizni qoshi ustini massaj qilib tepaga tortamiz. Keyin buni ham tepaga mundoq qilib ushlab turamiz. Ko'rishinglar mumkin, o'sha bu yoq qoshim bilan qovog'im ko'tarilgan. Har kuni shu o'rgatganlarimni 3 martadan takrorlasanglar, qovog'inglar ko'taradi, hech qanaqa blefaroplastika qilib operatsiya qildirishga keragi bo'lmaydi. Unumli foydalaninglar.